vatanga muhabbat, burch degan narsani, eng katta tuyg'u mana shu sadoqat bilan vatanga xizmat qilishda bulardan hamma o'rnak olish kerak. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim, uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Sizlar baquvvat bo'lishlaringiz kerak. Ana shunda hamma narsa bo'ladi. Ana shunga sizlar har kuni kuchlaringni, qudratlaringni bilim. Qachon biz qo'rqmaymiz, bilimli bo'lsak. Qachon biz bilimli bo'laymiz, o'zimiz ustimizda ishlasak, ishlashimiz kerak. O'zingiz shaxsan har bir O'zbekiston mudofaaga oyoq bosgan odam u sadoqat bilan xizmat qilish uchun hammaga o'rnak bo'lish kerak. Yurtim har qarich yeri orimdan ulug', suygan farzandlarimdan yorimdan ulug', nada or nada yor borimdan ulug', min jondan bu tuproqning har gardi afzal. Sizlar namunasizlar, sadoqat namunasi desak shunday bo'ladi. Ertaga yoshlarimizga namuna. Mana shu vatanparvarlik ruhida agar biz qayerdadir kimnidir o'rgatamizsak, o'rgatish kerak emas. Sizlardan ko'rib yurish-turishlaringni, bilimlaringni, ilmlaringni, vatanga bo'lgan muhabbatlaringni ko'rib kitob kerak emas. Sizlar kitobsizlar. Mana meni qudratim qayerda? Prezidentning qudrati. Yovning xushbo'y guli ham alafdir menga, yurtim ham go'yo Ka'ba tarafdir menga. Turon arsloni bo'lmoq sharafdir menga, yigit uchun vatanda yashamoq go'zal. Kun keladur yovlarning bog'i so'lgaydir, vatanim hurlik degan baxtga to'lgaydir. Kun kelar eng buyuk davlat bo'lgaydir, millionlab mangu berdi. Sizlarni xalqimiz e'zozlaydi, qadrlaydi. Mana shu ota-bobomiz mana aytgandek har kun duo qiladiki, shu mudofaamizni mustahkamlashga bolalarimiz sog' salomat bo'lsin, oilasi bilan tinch bo'lsin. Ana shu xalqimizning niyatini men yetkazib qo'yaman. Sog' bo'ling.